Biz qarangki zamonda gunohni cho'ntakka solib yuribmiz. Vaqt tanlamaysiz, joy tanlamaysiz. Masjidga kirgan odam namoz bilan takbir o'rtasida telefon o'ynab o'tiradi. Nimaga kirdi? Masjidga kirdi. Qayerga kirdi? Allohning uyiga kirdi. Nima qilmoqchi? Namoz o'qimoqchi. O'sha odam 2 rakat namoz o'qiyotgan bo'lsa ham 2 rakat namoz ichida ham telefonni o'ylab o'tiribdi. Hozir salom bersam kimdir xat yozib qoldimikin? U yarim mayli undan o'tganda telefonda surat, video ko'rib o'tiribdi. Bir mesjidga borsangiz, jumagacha o'yin o'ynab o'tiribdi. Fa innaha min taqval qulub degan. Va man yu'azzim sha'airalloh. Qaysi banda Allohning shiorlarini ulug' qilsa, masjidni, dinni, ana o narsalarni qalbidan ulug'lasa, o'sha odamning qalbidagi taqvosiga dalolat beradi.